Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, qanaqasizlar qizlar? Xayrli kech. Mana kech bo'lganda mohora sho'rva ichamiz. Mohora sho'rvani yaxshi ko'rasizlarmi? Bu joni dilimda mani boru. Bismillahirrohmanirrohim. Uy bilan qo'llari shirinday ukam xotini bordek bitta qiz. Asali ham yaxshi kelin. Hammaga shunaqa kelinlar nasib qilsin. Mazza. Voy Zahar akaning garmdori ha. Ivitilgan mohorani olasizlar, ivitilgan no'xatni olib, keyin iligini qaynatasizlar. Iligini qaynatib, keyin va tuz sarpasini qo'ying. Iligini qaynatib, qiymasini qilib mohora sho'rva qilsa, voy dahshat bo'ladi. Dahshat bo'ladi. Suvda issiqqina mazza deb bo'ladi. Yaxshi ko'rasizlar shu ovqatlarni. Voy. Mana tuzalonni narsalar. Nima ovqat qildinglar qizlar? Kech bo'lganda. Ishtaxiylarni ochib yubordimmi? Uzrli ekan. Homilador xotinlarga. Kelinglar sizlar ham. Oydinda oyog'im qisib bo'ladi-da, kelinglar. Mohora mohora qilishni bilmayman deydi. Yevitilgan no'xatni olasizlar. Piyoz bilan kartoshkani, go'shtlarni qovurib, suv solib, shuni no'xat so'rasizlar. Qarabsizlarki, 3 soatda mohora sho'rva pishadi. Garmdorlar. Patronlar. Mazza qizim. Yana tuzlagan karom. Voy. Piyozlar, zelilar. Nasıl yapıyorlar? Yoqimli istaqa hammaga. Mohora sho'rva qilinglar, mohora sho'rva qo'pilsalim. Rostlar ham zo'r mazasi chiqadi. Mohora sho'rvanicha. Anasi ili yoqsanglar bormi? Voy. Ili sho'rvaga mohora ivitilgan, qarzinga to'la ivitilgan no'xat so'rasizlar shunda pishadi deb. Yoqimli ishtaha sizlarga. Menga ham. Bundan yaxshi ko'raman, eslanasizlar. Anchadan ko'rmayman sizlarni. Kommentariyada yozinglar bir nimalar.